Mebellarga chiqib kelgan opalar, akalar, sizlar uchun ajoyib yangilik olib keldik. Birdan like bosib qo'ying. Qani keling. Ko'pchilik tikuvchilar keladi, tikadi, tikkandan keyin mana qaychilar qirqib yurardi. Hamma shunday qilishgan. Ko'rdingizmi? Endi unday qilmaysizlar. Tikasizlar, orqaga bosasizlar, noxini o'zi qirqib beradi. Endi bu chexol mashinalarda ham bo'ladi, yana bunaqa funksiyalar. Ko'rib turganingizdek, bu noxini o'zi qirqib beradi. Bundan ham zo'r yangiligi bor. Endilikda buni esa avtomat zaklikka ham qo'ysangiz bo'lar qarang. Ko'rib turganingizdek. Avtomat zaklikka ham qo'ysa bo'ladi. Endi buni ikkitalik yo'q deysizmi? Buni ham ikkitaligi bor. Mana keling. Bu tomonga kelgan bo'lsak, bu ham Lejang firmaniki bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ikkita ninani ham yurib beradi. Ya'ni ikkita tikanda bir vaqtda o'zida yuradi, sizlar tezlashtirib, osonlashtirib beradi ishlaringizni. Bir vaqtning o'zi ikkita chok beradi. Hozir yana bitta tik ko'rsating. Ketdi, ikkita nina bir vaqtda harakatlanadi. Ko'rib turganlaringizdek, bir vaqtning o'zi ishlarni osonlashtirib, tezlashtirib beradi. Kimgadir shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Birdan like bosib, yaqin tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.